Demak, bizda birinchi tugma bu Windows D tugmalari. Bu tugma bizga kerak bo'ladi. Biz bir necha oynalarni bir vaqtda ochib ishlayotgan vaqtimizda barcha oynalarni yopib bizni ish stoliga, ya'ni rабочий stolga o'tkazib qo'yish uchun bizga kerak bo'ladigan tugma. Yana bir maslahat, yana Windows D tugmasini takroran bosilgan bo'lsa, barcha oynalar o'z joyiga qaytadi. Keyingi kombinatsiyamiz bo'lsa Windows E tugmalari. Agar biz ish jarayoni vaqtida Windows E tugmalarini bosadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bizga File Explorer, ya'ni provodnik oynasini ochib beradi. Bu ishimizni tezroq bajarishga yordam beradi. Windows Shift S tugmalari eng yaxshi screenshot tugmalari hisoblanadi. Ya'ni bu tugmalarni bosgan vaqtimizda ekranimizda istalgan qismini bizga kesib olish imkonini beradi. Ya'ni istalgan qismini kesmoqchi bo'lsak, mishkani shaklini ko'rib turishingiz mumkin. Bu holatda ekranning istalgan qismini belgilab olamiz. Ko'rib turganingizdek, ekranning shu qismini biz kesib oldik. Tezkor tugmalar yordamida bu kesib olingan natijani Telegramdan yoki Paint dasturiga qo'yib ishlov berishingiz mumkin. Keyingi tezkor tugmamiz bu Windows L tugmasi bo'ladi. Bu tugmalarni bosish orqali siz istalgan vaqtda, istalgan joyda kompyuteringiz ekranini blok oynasiga o'tkazib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu sizga ishingizni himoyalashga yordam beradi. 5-chi ishlatiladigan tezkor tugmamiz bu ko'pchilik bilmaydigan Windows va V tugmalari. Bu tugmalar bizga bufer obmeni qismini ochib beradi, ya'ni nusxalangan har bitta matnni yoki rasmni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, ekranning pastki qismida bufer obmeni tugmasi ochildi. Buni tekshirish uchun bir nechta ekranning qismini suratga olishim mumkin. Mana endi ko'rib turibsiz, oldingi surat ham, undan eskisi ham kompyuterimiz xotirasida saqlanib turibdi. Bizda keyingi tezkor tugmamiz bu Windows Ctrl D tugmalari. Agarda bu tugmalarni bosadigan bo'lsangiz, ko'rib turibsizki, bizda virtual rабочий stol ochishga yordam beradi. Ya'ni biz ishlayotgan ishchi stolimiz o'rniga yangisi ochildi, ikkinchi virtual rабочий stoldan foydalanmoqdamiz. Eskisiga qanday o'tamiz deydigan bo'lsak, Windows Ctrl o'ngga yoki chapga tugmalar orqali siz rабочий stollaringizni almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, menda hozir 3 ta rабочий stol bor, ya'ni uchalasida 3 xil ishni bajarishim mumkin bo'ladi. Qo'shimcha maslahat, qaysi bir rабочий stolni o'chirmoqchi bo'lsak, Windows Ctrl F4 tugmasini bosadigan bo'lsak, o'sha rабочий stol o'chib ketadi. Windows Ctrl F4. Mana endi menda bitta rабочий stol qoldi. Keyingi tezkor tugmamiz bo'lsa Windows I tugmalari. Bu tugmalarni bosadigan bo'lsak, istalgan vaqtda biz parametr bo'limiga o'tib ketishimiz mumkin, kompyuterimizda nastroyka qismini ochib olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi tezkor tugmamiz bu Alt Tab tugmalari. Ko'rib turganingizdek, bir necha oynalar bilan ishlayotgan vaqtimizda birinchi oynadan ikkinchi oynaga o'tishimizda Alt Tab tugmasi bizga juda ham qo'l keladi. Ya'ni biron bir oynadan ikkinchi yoki uchinchi oynaga o'tishga yordam beradi. Yana bir tezkor tugmamiz bu Windows Tab tugmalari. Ko'rib turganingizdek, bu kompyuteringizni xotira qismini ochib beradi, ya'ni avval qaysi dasturlarga kirganingizni, qaysi ilovalardan foydalanganingizni ro'yxatini ko'rsatib beradi, ya'ni sanama-sana ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni kirilgan ilovalar ro'yxatini chiqarib olishingizga yordam beradi. Keyingi tezkor tugmamiz bo'lsa Windows Print Screen tugmasi. Ko'rib turganingizdek, bu tugmalarni bosish orqali siz ekranni to'liqligicha screenshot qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Screenshot qilingan fayllar esa kompyuterimizning izobrazение bo'limida Sнимки ekrani degan papkasiga avtomatik tarzda yig'ib boriladi. Yana bir maslahat, ba'zi bir notebooklarda Windows Print Screen tugmasi ishlamaydigan bo'lsa, Windows FN va Print Screen tugmalarini qo'shib bosish tavsiya qilinadi. Va bizda so'nggi tezkor tugma bu Ctrl Shift Escape tugmalari. Bu tugmalarni bosish orqali kompyuteringizni to'liqligicha nazorat qilishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni dispetcher zadach oynasini ochib yuboradi. Qaysidir ilovadan siz tezkorlik bilan chiqmoqchi bo'lsangiz yoki shunga o'xshash muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha ilovani tanlab, mishkan 10 tugmasini bosib, снять задача qilish orqali siz ilovani yopishingiz ham mumkin. Va bu yerda kompyuteringiz haqida to'liq nazoratni ham ko'rib borishingiz mumkin, ya'ni qaysi qismi qanaqa darajada ishlayotganini diagnostika qilib turishingizga yordam beradi. Mana do'stlar, Windowsdagi eng foydali 10 ta tezkor tugmani bilib ham oldik. Agar sizga bundan-da qiziqroq videolar kerak bo'lsa, kanalimizdan uzoqlashmang.